Ko'rib turibsizlar, oddiy odam, hech qanaqa shoxi yo'q. Oddiy bizaga o'xshagan Surxondaryoni jaydari yigiti. Kvartira emas. Konkretni уже dacha olyapti. Dacha полный yashil hudud, hovlisini kattaligini ko'ryapsizlar. Примерно bu yerda narx-navo mana shunaqa uy 12 million rubl atrofida. Dollarga chaqadigan bo'lsa 150 ming dollarlar taxminan turadi ekanda. Bu hali remont qilinmagan. Bu yerda bu hali remont ham qilish kerak. Okey, mana qarang, Surxondaryodan kelib, oddiy qishloqni olasiz-da, to'g'rimi? Jaylarisi deydi. Guvala. Nima? Avvalo Alloh. To'g'rimi? Alloh bergan rizqingizni boshqa baraka. Nima qildingiz, aka? Yerni yaxshiroq haydadingizmi? Suvni ko'proq quydingizmi? Nima siri nimada, aka? Mana sizni bizani hamma ko'radi-da. Mana mashitda qora mehnat qilib yurgan migrant o'rtoqlarimiz bor, do'stlarimiz bor, qiynalib yurganlar sizga qarab harakat qiladi o'sha. Nimadir ayting. Mana bitta qilgan ishingizni bilasizmi, masalan, nimadir ish qildingiz, o'sha sizning hayotingizni tubdan o'zgartirib yuborgan narsa. Nimadir maslahat beringlar. Prosta, talab bor joyda taklif bersangiz, bo'ldi, o'sha yerda pul ishlaysiz. Любой biznes ekologichniy bo'lishi kerak, bu birinchi o'rinda. Halol bo'lishi kerak. Mani obunachilarim orasida sizni tanimaydiganlar mabodo bo'ladigan bo'lsa, men tanishtiraman. Restorator, aviakassasi bor, go'sht do'konlari bor, media odami, VPN ham bor. talab bor. Rossiyaga kelayotgan o'zbekistonliklar internet, Instagram, YouTube ishlatishda muammosi bor. Bunga nima qilish kerak uchun? VPN berish kerak. Platniy VPN o'ylab topyapti, razrabotka qilyapti, masalaga yechimni berishyapti. Arzimagan pul, to'g'rimi? Bor-yo'q bitta somsani puli. 150 rubl. Buni ham nima uchun qildik? Biz mana bu yerda endi sotsaytlarda ishlatamiz. Birdan blokirovka bo'ldi. O'zimizga qiyindi. O'zimizning kontentlarni bu yerdagi yurtdoshlar ko'ra olmaydi. Shuning uchun nima qilish kerak? Bu masalani yechimini topish kerak. VPN. Davay o'zimiznikini qilamiz. Odamlarning mushkulini oson qilish va shu orqasidan daromadga erishish. Siz yaxshi produkt bersangiz, o'zi sotib oladi. narxi normalniy bo'lsa, odamlar o'zi olaveradi. Produktingiz qanchalik yaxshi bo'lsa, u odamlarni aldamasangiz, bo'ldi. Hammasi cho'tga ketaveradi. Ma, dacha. O'sha tushunyapsizlar, uy, ish, boshqa pul, mashina, hamma narsa bo'lgandan keyin bunaqa dacha olinadi. Bu o'zini udovolsiyasi uchun, ham yoki eshak boylikdimi, ot boylikdimi, kuchuk boylikdimi, daraxt ekadimi, nima qilsa qiladi. Bu уже дорогое удовольствие. Hamma narsadan qutulgandan keyin qilinadigan ish. Omadingizni bersin. Eng menga kayf qilgan joyim Surxondaryoni g'artanu qishlog'idan chiqqan, Sarosiyodan chiqqan o'zimizning qora yaloq o'zbek. Tog'dan kelgan o'zbek. Kamiga boru bu odam masjidda yurgan o'zbeklarni Instagramda lichniy brendini продвигать qilish uchun yordam beradi. Rassa ko'p o'zbeklarga yordam berganda, masjidda yurgan boy o'zbeklarni deyarli hammasi bu akani taniydi va deyarli hammasi shu odamning shogirdi. Baraka toping, aka. Biz kelganingizga, rahmat. yanagi safar kelganingizga tayyor bo'ladi. Xudo xolisi dam olamiz bor-ku. Mana shu derazadan bu yoqqa qaratib qo'yib dam olamiz.